Assalomu alaykum qizlarjonlar. Sizlarga judayam zo'r yangilik bilan chiqyapman, tasavvur ham qila olmaysiz. Bilasizlar, men katta kursimga kirganlaringizdan keyin men sotishni ham o'rgataman, shaxsiy brend qilishni ham o'rgataman. Lekin buni ustiga yana bitta imkoniyat sizlarda paydo bo'lyaptiki, men bilan Xurstalbay Farida bilan hamkorlik qilib, taqinchoqlaringizni berib sotib berishim mumkin. Men sizlarga endi bundan keyin shunaqa bo'ladi. Bu uchun nima qilishlaringiz kerak? Bu uchun kursga kirib, yaxshilab o'rganib, idealni yasashni o'rganishlaringiz shart. Chunki men faqatgina akkuratni ishlaydiganlar bilan ishlayman va o'quvchilarim bilan allaqachon hamkorlik tuzib qo'ydik. Hamkorlik soni menda cheklanmagan, bemalol nechta hamkor bo'lsa ham olaveraman. To'lovlarini ular bilan уже kelishib qo'ydik hamma narsasini. Bu sizlarga beriladigan juda ham zo'r imkoniyat bo'ladi. Hattoki sizlarni xuddiki ish bilan ham ta'minlayman. Endi bundan keyin faqatgina o'quvchilarimni shunaqa hamkorlikka taklif qilaman. Boshqa begonalarni emas.